Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men va bugun sizlar bilan shu Minecraftda survival dunyo o'ynaymiz. Bajo launcherdagi hardcore dunyomizni esa u haqida gapirgim kelmayapti. Xo'sh, bo'lgan ishni menimcha hammangiz tushundingiz deb o'ylayman. Bundan keyin Bajo launcher o'ynamaslik haqida ham o'ylab ko'rdim. Menimcha o'ynamasam kerak. Endi shu oddiy Minecraftda davom etamiz. Xo'sh, qurollar yasashim kerak. Xo'sh, videoni edit qilayotganda ovoz beryapman. Chunki videoni olayotganimda o'zi hech kimga devorga gapiribman shekilli, mikrofon o'chik ekan. Birorta ham ovoz yozilmagan. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Unda biz boshlaymiz. Boshlanishiga qurol aslahalar yasab, o'zimizni ozgina kuchaytirib olsak yaxshi bo'lardi. Bu nima? Bu ko'mir, adashmasam. Ko'mir. Va Bajo launcher server ham ochmoqchi edim, ochib qo'yaveraman mayli. Boshqalar kirib o'ynashi mumkin, lekin men kirib o'ynay olmayman, chunki Bajo launcher endi qaytib o'ynamayman, o'chirib tashlaganman. Xo'sh, yaqin atrofda temir ham ko'rgandim. Pechka ham olishimiz kerak. Va mana temir. Va faqat ikkita ekan, mayli. Ikkitasi ham hozirchalikka yetib qolishi kerak. Bu yerda mis. Bu ham kerak, chunki men o'ynayotgan versiyada misdan ham aslahalar yasasak bo'ladi. Gapirishni ham unutib qo'yapman shekilli. Xo'sh, yaxshi, endi ovqat ham olishimiz kerak, lekin hozir pech yasaymiz. Bularni esa bu yerga qo'yamiz. Va menimcha endi ovqat vaqti. Xo'sh, bularni bitta-bittalab o'ldirib chiqsak bo'ladi. Buni ham o'ldiramiz, baribir bizga kerak bo'ladi va skelet topsak ham zo'r ish bo'lardi. Undan suyak tushadi va u bilan biz kuchuk boqib olishimiz mumkin. Itmi, kuchukmi? Xullas bilmayman. Mana bu yerda bittasi turibdi. Eng asosiysi urib yubormaslik, chunki milliontalab bo'lib yopishib ketishadi. Sizga bittasini urib qo'ysangiz, shuning uchun. Buzilgan portal. Va bu yerda biz hozir temir kirka yasab yuborsak bo'ladi. Va u temir kirka bilan oltin blokni kovlab olamiz. Bu juda ham yaxshi start menimcha. Okay, let me cook. Xo'sh, kirkani yasadik, endi sekin astalik bilan oltin bloklarimizni olsak bo'ladi. Ozgina bu yerda qurgani bloklar yig'ib olsak, boshqa oltin blok yo'q ekan, faqat ikkita ekan. Lekin bu ham bilmadim, qanaqadir noyobmikin. Men hech ikkita blok topmaganman. Bu birinchi martasi. Oldin topgan bo'lishim mumkin, lekin eslolmayapman. Men hozir bilmayman. Yangicha biyom. Xo'sh, bu biyomda qishloq ham bo'lishi mumkin. Yaxshilab qaraymiz va bu yerga uy qursak ham bo'ladi. Bu yerda tekis joylar ko'p. Ozgina o'zimiz ham ishlov bersak, uy qurish uchun juda ham zo'r joy bo'lardi. Va mana shu joylarga, atrofdagi joylarga qursak bo'ladi. Yaxshi, atrof tabiat yaxshi. Atrofda arilar uchib yuribdi. Va qishloqni qidirib ko'ramiz. G'orlar ham bor, hamma narsa joyida. Xo'sh, oshqovoqlar ham o'z joyida, demak, qishloq bo'lishi mumkin. Lekin juda ham aniq emas. Temir. Bu bizga albatta kerak bo'ladi. Okay. Va zombi. Salom Mr. Zombi. Va xayr. Essiz, umri qisqa ekan. Menga uchragan hamma maxluqning umri shunaqa qisqa bo'ladi o'zi. Xo'sh, qishloqni qidirib ko'rdim, baribir yo'q ekan, kutilgandek. Endi shu yerlarga bazamizni qurib yuborsak ham bo'ladi. Pastga tushib narsalarimizni qo'yib qo'yamiz va keyin ozgina daraxt chopamiz.
Bu kerak bo'ladi uy qurgani. Xo'sh. Bu yerlarga narsalarimizni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Va shunday qilib birinchi kunimizni o'tkazib oldik. Qoyil, birinchi kun o'tdi. Endi biz ozgina ovqat yeymiz va boshqa ishlar bilan shug'ullansak bo'ladi. Va ozgina sariq gul terib olishga urindim. Chunki sariq mening yaxshi ko'rgan rangim. Va bularni keyinchalik uyimizning yoniga dekoratsiya qilib ekib qo'ysak bo'ladi. Shunisini ham inobatga olib, faqat sariqlarni teryapman. Chunki menga sariq rang yoqadi. Buni oldin ham aytdim va hozir ham aytaman. Xo'sh, menimcha hammasi bo'ldi shu. Bu go'shtlarni qo'yamiz va ozgina yana boshqa ishlar bilan shug'ullanamiz. Skelet topsak zo'r ish bo'lardi. O'zimizga it boqib olardik. Xo'sh, bu yerda skelet bor ekan. Menimcha uni o'ldirib kelsam ishdan bo'lmaydi. Xo'sh. Skeletni o'ldirdim. Bitta suyak tushdi. Bu yerda temir ham bor ekan. G'orlar ozgina qo'rqinchli bo'lishi mumkin, lekin men uchun emas. Chunki men nima bo'lsam g'ordan qo'rqmayman. Bu shunchaki Minecraft va biz hardcore'da ham emasmiz. Spawn pointimiz ham qo'yilgan. Bu degani bemalol respawn bo'lib narsalarimizni qaytib olsak bo'ladi. Aytgancha bu yerda ozgina bog'bonchilik bilan ham shug'ullangandim. Ko'chatlar ham tushyapti. Mana bu ko'chatlar ham bizga kerak albatta. Keyinchalik daraxtlarni ekkani kerak. Bu yerda juda ham ko'p ekan. 20 ta. Bu yaxshi. 21, 22, 23. Bu yerda juda ham ko'p ekan. 28 ta bo'ldi. Xo'sh, endi biz uy qurish uchun ozgina joylarni rostlab olsak ham bo'ladi. Bu yerni birinchi kavlab olishimiz kerak. Bu juda ham muhim, chunki qanchalik tekis bo'lsa, shunchalik yaxshi. Bu gapni har doim aytganman. Va menimcha tayyor hozir. Endi bazamizni bemalol qursak bo'ladi. Shu yaqin atroflarga. Xo'sh, menimcha bu joylar yaxshi ko'rinyapti. Va mana birinchi uyimiz bitdi. Bu esa ozgina yomon ko'rinyapti. Bildim. Lekin buni tuzatishning imkoni bor. Bu imkonsiz emas. Va eshikni qo'ysak va mana uyimiz chiroylikgina bo'lib qoldi. Mana bunday narsalarni ozgina oshirib yuborgan bo'lishi mumkin, lekin bu baribir ham yaxshi ko'rinyapti. Uyni kommentariyada 10 dan baholab keting. Bu juda ham zo'r ko'rinyapti. Menimcha men o'zim uchun 5 qo'ygan bo'lardim, chunki hali bundan ham ancha chiroyli uylarni quramiz. Xo'sh, endi esa o'zimizga misdan aslaha yasab olsak bo'ladi. Va bizda to'liq kiyim bor. Yarmi oltin, yarmi mis. Menda bitta g'oya bor, sariq bo'yoq kerak uning uchun. Buni bo'yaymiz. Va bizda arqon bor. Yaqinda sotuvchini lamalarni o'ldirib oldim. Endi biz bir narsa yasashimiz kerak. Xo'sh, buni qayerga qo'ysak bo'ladi? Buni bu yerga qo'yamiz va bu qo'y endi bizniki. Uni nima deb atashni hali bilmayman, lekin kommentariyada o'z izohlaringizni yozib keting. Albatta bunga ism qo'yishimiz kerak. Xo'sh, shunday qilib bugungi videoni shu joyda tugatishga qaror qildim. Soat ham kech bo'lib qoldi. Xo'sh, agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi qismlarda ancha narsalar qilishga ulguramiz hali. Va hammangiz sog' salomat bo'ling. Keyingi qismlarda ko'rishguncha hammangizga xayr.